Ular ikkinchi skors. Skorsda urib qo'yilaveradi, zarari yo'q uni. Bosting. Assalomu alaykum hammaga. Faysal texnikalar olamini YouTube podpischiklari bizani uzoqdan Rossiyadan musofirda kuzatib turgan, ko'rib o'tiradigan birodarlarimiz, aka-ukalarimiz. Xudo xolasa bugun sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Nashundasingizda ko'rib motobloklarimizni obzorini bir qator sizlarga bugun ko'rsatib beramiz. Hammani menimcha yeri bor, mallaki bor, bilasizlar. Mo'g'onda eshiklardan otizi bor, fermeri bor. Menimcha hamma uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Sizlarga yana bir narsaga eslatib o'tacakman. Avvalgi videolarimizda aytib o'tdim. Bizdan avval Faysal do'konlarimiz endi Sakraga o'zgardi. 3 ta filialimiz bor edi. Xudo xolasa 2026-yildan yana ham kengaytiramiz. Nukusda ham 4 ko'ldan filiallarimizni ochamiz. Undan tashqari Xazarasda, Urganchda, Xanqa yo'lda, xullas, bundan tashqari ham 3 ta filialimiz bor. Tez 5 filial bo'ladi. Bugungi videomizni yana shu Donaram bilan davom ettiramiz. Donaramdan so'raymiz, motobloklarni ishlatib ko'ramiz. Hozir bu yerda yo'rinjatiz bor, yo'rinjatni olib borib ishlatamiz. Ko'rasizlar video davomida hamma narsasini danishsanizlar bo'ladi. Donara, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bo'lmasizmi? Eshikka rahmat bo'ling. Xudo xolasa bugun motobloklarni obzor etib beramiz deb klientlarimiz aytib edik. Sira bir o'rganib o'tang. Bugun endi shuni otiz olib borib, boshqatib hammani tushuntirib ko'rsatib berasizmi? Bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrdonlar. Yana bu motobloklarimizni ishlatib beradigan bo'lsak, boyagi so'rdik-ku, shuni bu tarafidagi yerni biz surib ko'rsatamiz. 3 xil motoblok chiqarib qo'ydim men bugungi. Misol uchun, Kasilka motorlasini chiqarib qo'ydim. Kichkina. Bu parnik, ya mevani deyishtaverakindagi o'tlari, misol uchun yo'qotish uchun, pomidor ko'rik, tarvuz ko'riklari o'tini o'ldirish uchun ko'pincha ishlatiladigan. Daraxtlarning teylari. Daraxtlar teylari, uzum atsizlarning teylari, shuning uchun ishlatsa bo'ladi bu Kasilka motorimizni. Bu hozir o'zlarimizning eng odamlarga bu udobniy, kichkina, xushro'y bir yaxshi sifatli navar turganimiz 170 motorli, 170lik motor bu. 7 ot kuchi deb aytiladi. Buniki bor misol uchun. Keyingisi toza o'zimizning Faysal firmamizning brendida kelgan toza model bu. Toza modelimiz. Bularning katta varianti xudo bilsa demir kapot. Motorlarim 192 satelit olib keldi bu hammasini. Satelitlarni ichkini o'sha ham aytib o'ting. Bu satelit degani ma'nosi, bu satellitning neri afzal deydi. Birinchi korobka quvvatli bo'ladi. Ikkinchi aylanjaksiz. Aylantirib olmaysizmi? Endi qisasiz tushunarli. O'zini o'zi burish. Ikkita aylanish uchun. Ikkita aylanish uchun. Ertangi jatki qo'ygan vaqtda, jatki qo'ysa, burgan vaqtda azob bermaydi. Misol uchun prinsip takadi. Hozir o'zimizning o'zbeklar zamonaviylashtirib prinsiplarni dakka bir qo'shirib, yo'lda boryapsiz, chetga chiqsangiz bosdingiz, ben aylanadi. Buni bosdingizmi, ben aylanadi. Satelit uchun. Satelit shuning uchun. Jatki bo'lib bo'ladi o'zinasiz. Jatki ulasa bo'ladi, prinsip ulasa bo'ladi. Kuchi yetami motorni? 15 ot 192 motor deb qo'ydim. Garantiyasi bularda bütün korobka motorlar 1 yil garantiya beriladi bizlarda. Bizlar Faysal firmalarimizda xudoga shukr 1 yildan kafolati bor. Qo'lni ertang bir utilib qolinmi, motosiga chiqib qolinmi degan yerni o'zining qonun qoidasidan o'zi avtomobilni vaqtida almashtirib, yaxshi benzin olsasin 1 yildan javob beramiz. 1 yil ichida agarda servisimiz polniy bor. O'zbekiston bo'ylab servis etib beramiz. Bu Salarka motor deysizmi, benzinmi bu? Benzin. Salarka motor bormi? Bor. Ish firmamizning, masalan, Faysal firmasining Salarka motorlisi bor. Bu 192 motor axir. Bizlarda 188, 190, 192 3 xil modelida bor bular. Kattalik. Buni 170 motor dedingiz axir. Bular 170 motor. 7 ot kuchi, iri katta korobkalar. Ham bularda 4 tona pichoq, bu yerda katmanchasi bor, odam siltamaydi. Hozir nada proba etib beramiz buni yerda xudo bersa, chiqishini ko'ramiz hozir. Lekin bu vaziyatda o'ngaylarkan ag'ana shundaysa bu damoshni uyga bordingiz, hammani bir yeri yaxshi. Bular avtomat korobka avvalgilagini muftini qisib, undan skor uradi, qo'lingizdan chiqib ketsa qachib ketadi. Avtomat bo'ling. Avtomat. Bular yana bir yeri yaxshi, yana misol uchun bir yeri yaqish. Skor urildi, ketdi. To'xtadinglar, yuvarding, ketdi. Ya. Asta. Zadniy.
Bular şöyle afzal. Şöyle avtomat Şöyle korobkaliki ertaň yoshroq bolalar misol uchun yoshroq bolalar ishlatsa, Xotin-qizlar ishlatsa, xotin-qizlar ishlatsam buni basmancha ishlamaydi. Skorostda dursun, durmasa farqi yo'q. Skorostda dursam yurmaydi bu, avtomat deb aytiladi. Ha. Bularımızda şu vəc yo'q. Qaçan bunu qısaman, birinci skorostda uraman, yüerdim, qaçan bunu qısqa vaqt to'xtaydi bu. Asılıb ham to'xtatib qo'ymaydi buni. Bularda şöyle Azaliyat mexanik bu. Ha, bu mexanik. Tushunarli. Xudo qalasam buni esa yorunjatı zat borib ishlatamiz, ha? Xudo bersa ketdik. Yer tayyor, egasini Yer aytilgan. tayyor. Hava. Qayta Söküş quvonib etdik, o'tiribdi, boyada suvarib berdik, bugun surib beramiz. Ha, shu yerga boramiz. Silkalarimiz yoda so'ng ekib beramiz uni Xudo bersa. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, mana ham aytdik, mana ham aytdik, 170 Ha. motor, 7 at güchdaysiz. Buni 15 at güchdayizmi? Hava. Esa ishlatib ko'ramiz, aga, atılığını gücünü. Bo'ldi, ketdik. Davom 15 at etamiz. gücü bormi, yo'qmi? Qay talaba javob berami, yo'qmi? Ha. Bu Ko'ra og'iz bilan o palonning pistani degan bilan ertaň bu shu ishlatib bilan. Hozir barjak yerimiz ham oddiy prostoy atiz emas lekin shola ekilgan atiza boramiz. ha. Shola bultir bir burun. Shola, hava, polni shola ekilgan. Shuni suramiz. O ko'ra oddiy bu surilib yana damar samori bilan kurasa, ana ko'ramiz. Ana damarli ham qashorati qattiq bo'ladi. Shuni surib kiramiz bo'ladi. Hammasini shuni prova etamiz. bo'ldi. Esa ketdik, yuklaymiz, ha? Ketdik. Bo'ldi. Donera, xudo xolasa, bilan tushirib oldik, qaysidan boshlaymiz? Ishlat. Kichkinadan boshlayveramizmi? Mesela kichkinadan boshlaymiz, keyin o'rtanchani, oxirida kattani ishlatamiz. Bo'ldi. Hava, boshlab kichkina bir. Qani bu bu sholatsa bu narsa yetama, deyishib atama yo'qmi ko'ramiz. Sholatida spesialni geldik axı beradi. Sholatsiz, bu bultir shola ekilgan bu yerda. Teyinini ko'ribsiz, sholani teylari qat ketgan. Negativ yozmasliklari uchun da. Boş yerini ag'dardi deb ko'p odam aytadi-ku. Görsangiz bo'ladi. Shola atiz. Balonlar gerekmiyor axı bizlere. Yo'q, bizlar ham oyog'inda yugurib ketiladidan bularning. Noshkasini ham olib qo'yasizmi? Asal diklab qo'yasizmi buni? Yo'q, sal surib qo'yamiz buni. Ha, surib qo'yasiz. Bu to'rimiz bu. Ha, to'g'ri. Chuqurligini chatib shunda teyislasa nasıl bo'ladi? Ko'rso'radi. Oh! Bu ana ya aytdim-ku, mevalar teyindagi ya misol uchun qoriq ustundagi o'tlarni o'ldirish uchun ham bu. Ha. Misol uchun pomidor qoriq, gektar tarvuz ekadilar. Tamam. Shular o'tini bu o'ldiradi bu. Misol uchun hozir shu o'tni ko'rdingizmi mana? Bu azriq to'lib ketgan bu o't. Shuni ko'parib turibdi. Agar bunda 2 qator, 3 qator o'tsa, bu o't o'ladi bu. Bu o't o'ladi. Pomidorlar, misol kechak qoriq ichini buzmoqqa kerak bo'ladi. Ashunilarni ishlash uchun mini kasilka motoblokimizdan bu. Gövdesine yarasa. Gövdesine yarasha. Hali bu sholatsiz, hali bunga qattiq gaz turgani yo'q. Prosti o'zini ichine tutab turibdi. O't o'ldirish uchun ham bu. Bunda yo bir atizni ag'darib yurak bo'lmaydi, faqat o't o'ldirish uchun ishlatsa bo'ladi bu o'zlari. Tushunarli. Daraxtlarning nallarni daverakang. Ava. Xullas, o ulg'lab borolmagan yeri bu boradi. Ava, bu ulg'lab borolmagan yeri bu boradi polni. Arkasini o'zini o'rni badang. Arkasini o'zi o'rni bor. Значит esa o'rtadan ham ishlatib ko'ramiz, ha? Ma bo'ldi, men buni hozir aylantirib yana seni ham ko'rmaysiz. Hozir izindan qaytaman. Aha. Hozir endi bu yoqdan bir atizni suraman desam ko'p vaqt ketadi. Tamam, videomiz cho'zilib ketadi. Bundan o'tib hozir yana chiqib shudan qaytaman, qani shu o'tni ishlatib deytadi ekan bu. Ko'ramiz. Davay ko'ramiz esa. Yaqin.
lekin Kichkinavaz bo'lsam, lekin bu mina endi yeri o'tini o'ldirdi bu. O'tlar ditib tashladi bu. Ajrik temurdan o'tdan bu. Buni damorib o'ta katta qalin bo'ladi bunda damorina. ikki qator o'tsa-da o'ldiradi ekan o'zi. İki qator o'tsa, o'ti polnin o'ldirib olib tashlasa bo'ladi. Tushunarli. Uni ko'rdik. Endi 7 ot kuchini ishlatamiz, ha? Endi 7 ot kuch bo'lsa, 7 ot kuchini ishlatib beramiz endi. Buni chekka chiqarib qo'yib turamiz. Buni chekka chiqaramiz. Ha, buni polnin Shunga ko'p qiziqdi. Ko'p odam qiziqadi. O'zi eng zo'r getadon, xadoga getadon o'sha ekan o'zi do'konlardan biri. Hozir xadovoy ham odamların bu kisasini cho'ntagini muosam yushidan o'zi asli. Ha. Misol uchun katta pul emas. Hem sifat bo'yicha ham zo'r talabga javob berib turibdi bu. Korobka taraflama, motor Bu taraklama, avtomat ekan. hem avtomat hozir. Satelit bundan bormi? Yo'q, bunda yo'q satelit. Bunda satelit yo'q, ha? Yo'q, bunda satelit yo'q. O'zi oddiy narsa ekan, menimcha uni qiyin yeri yo'q ekan. To'g'ri, Yo'q, shpilkani yo'q, olib tashlab, balonni yechib olib, ha? Ha, oddiy. Shunday o'zi bir dona shpilkasi bo'ladi ekan. Bir dona shpilka, almashadan shpilkasi bor buni. Ham buni chetga bir pichoqni olib qo'ysam bo'ladi ekan, mana. Tushundingmi? Bunda hava. Chetdagi pichoqni olsam bo'ladi, inamini olib tashlsam bo'ladi. Ha. 50 lik atsa. 50 lik atsa, misol uchun qoyadan yeri, misol uchun atizni ichi kichkinaroq bo'lsa, o'zgartiraveradi xohlagan razmerida. Balonlarni yechib, frezalar qo'yiladi. Oddiy narsa ekan. Bir dona shpilka, balonga o'sha bir dona shpilkasi turadi ekan, yechib tashlab, yana shpilka joyiga qo'yiladi xolos. Buning ham oyog'i xohlagan razmerda tuziladi. Oyog'i tuzish mumkin. Bu tormoz hisobida deysiz, to'g'rimi? Bu tormoz hisobi. Bu shuni bassangiz, shunchalik ko'p tez bassa shunchalik o'yadi bu. Ha, tushunarli. Bo'lmasa o'ymaydi bu. Yerga girib boraveradi shuni hisobiga. Bu hozir sal ko'tarsak bo'lsam yugurib ketib qoldi-ku. Tamam. Bu yugurib ketmaydi, shuni tutib turadi. Esa başladık. Başlayız. Bismillah. Kanlı deydi belediye rakan. Yok. Ayakını pek saydırsınız gerek. Bana bu acı zor ekan lekin hakikaten. Ya bunda hali yine bir ötüşüm gerek bunda. Üstünün ağzı yine bir ötüşsem bak ahır. Ha. İnşallah korbakla unlu olup giderdi. Yani bir izgorluk et Ha, tuttu iki hem kadar şolatızdan bir. Ha. Ağzım ben bir barıp geleyim. İzin yaş kat ötemiz bunu.
Lekin Qani bundan şalatsız olsam normal. Bulan şallan Koparışına koparıp qarang. turibdi lekin hammasi. Ko'parishini qarang. Sholatizda. Zo'r narsa ekanlar. Bu narsani yana bir minus tarafi hozir buni pichoqlar toza buni tushmindiribdi. Ha, yerini o'zi charqlaydi axir buni. Ava yer o'zi charqlaydi. Ham sholatsiz ber. Sholatsiz bo'lgandan keyin 2-3 qator o'tish kerak-da. 2-3 qator o'tgandan polnin yeri jonini chiqaradi bu. Hozir yana bir bar kelamiz. Eshitib aylanaymi? Shu yerda aylanavering. Qiynatamiz. Gul chatir qo'shamiz. Agar buni ko'tarib bersam ketdi bu. Ikkinchi chiqarsa aka. Tanara lekin bu ham haqiqatdan mini traktorli narsa ekan. Ha, meni taraftirdi. Endi buni o'tgan yeri, endi bu ikkilanchi o'tyapti. Şurası 15-20 santim sürdü bir hazır. 15-20 santimetrdan yuzi bo'ldi emasmi? Shunday tursa. Endi va, o'zi bog'lar ichida bo'ladi shu normal o'zi 15-20 santimetr sürse zakonli. Lekin bir yeri yaxshi buni, shu o't o'ldirishi ham ekonom variant. Benzinning rasxod etmedi. Misol uchun ham ishingiz vaqtida bitadi. Bu Shahboz buni berasa ekkan sababi bor-da, misol uchun men sholatsizda ekkalib buni sholatsizda surishim men uyg'u bergan yeri ko'p klientlarimiz keladi. Bu motoblokning dedi sholatsizda surib bilaman, sholatsizda dedi bu yana stukachi buzilib qalinma degan ko'p savollar beradilar. Qattiq yerda ham. Qattiq yer. Bu sholatsiz degan yer sudrada bunda shola to ekilib pishguncha sudradi. Ana yer qatib zishlashib boradi. Shuning hisobini beri surib bilaman yo'qmi deb savol berganlar shuning uchun. Sholatsiz amallasa liboy joyidan ag'daradi xullas. Sholatsiz ham ketdi degan gap boshqa yer amalladi. Alina misol pichoqlar hali yüzü açılmadı mı ne? Somalarda hali kırkmadı, şular ditip çıkıp gitsi gerek bu da. Lekin bu 100% Xudoga shukr hali qo'rqmay beramiz buni. Yana berib ham turibmiz. Hali отказ etib ya bir uyaltirib, ya bir yerini surilmay, yo bir stuk ochiq qolgan yer bo'lmadi-da. Xudoga shukr bo'lardi. Bunga nechun biz ham uni ko'p odam aytishi mumkin. Ko'p gapirasan, ko'p garantiyani bo'lar bo'lmas berasan, nechun deb savol berishar mumkin mana. Bu vajib biza Faisal firmani mahsulotlarini boring 100% desam yolg'on bo'ladigan 90-95%ni ichini o'zlamiz o'rganganmiz buni boshda. Boshda buni o'zgartiramiz, berib misol uchun defekt ya bir neudobniy bizlar bo'lmasa, shuni o'zgartiramiz. Motorda reklama kichkina bo'lib ketsa, kattasini qo'ydiramiz. Shuning hisobiga biz qo'rqmay garantiyani beramiz. Garantiya 1 yil beriladi, qarang. 1 yil polni 1 yil beriladi. Qo'rqmay shuning uchun yo'q, biz internetda misol uchun xalq oldida aytib turibman shu gaplari. O'zingizga ishonib. Ishonib, men o'zim ham bu mahsulotim ham ishonaman-da, Xudoga shukr. Hali Faisal firmani misol uchun matsakilari shunchalik vaqt bo'ldi, hali bir soat qazatmadi. Xizmat etib xalq. Xudoga, misol uchun ichki odamlarni o'zim so'rayman, netaman, yo'q, norozi odam yo'q, Xudoga shukr. Shuning uchun bu bajarimiz ham polning 100% qo'rqmay garantiya berib bilamiz. Tanera buni ishlashini ko'rdik motoblokdan. Zo'r gap bo'lishi mumkin, cho'tga ag'dardi. Sholatsizda berdilar, sholatsizda ishlab sholatsizda endi sholatsiz talab tushtiradi, sholatsizda ko'p, nechik suradi, endi sholatsizda qo'ldan kelgancha bir ko'rsatdik. Keyingilarni misol uchun bizlarda hozir motoblok turi ko'p-ku. Agar kommentariya yozsalar, nechik motoblok ko'rajak bo'lsalar, nechik yerda ko'rajak bo'lsalar, agar biza qo'ldan kelgancha shu yeri topib, shu yerda ishlab ko'rsatib berishga odamlarning fikrini qarab, fikrini qarab aytib berib kommentariya shu uchun kerak-da. Kommentariya yozinglar deb shu uchun aytamiz. Kommentariyada sizlar notablaringiz bo'lsa, sizlar noga satish kerak bo'lsa, no tushuntirish kerak bo'lsa, hamma narsani biz qo'ldan kelsa qilib beramiz. Bundan kapter bo'lmaydi. Xo'p, esa Donera sizga katta rahmat. Ishingizga rivoj. Xudo xolasa keyingi videolarda boshqa motobloklarni ham ko'rsatib beramiz. 186 motorlarning hammasini. Benzin 188'lerimiz bor, 190'larimiz bor. Buni misol uchun yana bir bundan ham ko'rsatib berib bilamiz. Bizlarda eng arzon varianti bor, kattaning arzon varianti bor. 188 benzin motorlarimiz bor. Statyorsiz, satalitsiz lekin u. Rushno yanadi.
Näsa uları görsətib beramiz. Yanasını, nəsini. Tushunarli. Bo'ldi og'a, sizga rahmat. Hurmatli mijozlarimiz, og'alar sizga yana bir narsa aytib o'tchakman. Bu ajdaning narxi ko'p odamga qiziq bo'lishi mumkin. Ko'p odam bilish qiziqadi baribir. Narxi bo'yicha pastda bizning call centerimiz nomerimiz bor. 55 kodi bilan 500 04 11 call centerimizga telefon etsangizda batafsil hamma ma'lumotlarni, narxlarini bilib olsangiz bo'ladi. Avval har do'konimizning nomeri отдельно. Hozir hamma shuni bir yig'ib call center qilganmiz. Call centerimizga telefon qilib, narxlarini bilib, so'rab olsangiz bo'ladi. Getirgan vaqtingizda rozi bo'lsa, hammangizga katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.